Hello bolalar, qalaysizlar? Kanalimizga подписка tashlagansizlar. Hamma bizlar shu xatoni to'g'rilab qo'yaylik. Короче, biza 5 ta obunachi bo'ldik. Buni men sizlarga rahmat deyman. Men maqsadim 100 ta. Короче, shuning uchun yanada bugun biza nastroykalarni tuzamiz. Mana ko'rganinglardek o'zga chut berdim. Buning uchun mana otadigan nima turgan. Mana tepaga otasizlar-ku, o'sha tepasiga tez ikkita pasaytirasizlar. Agar mana otadigan pastroq otganingizdan keyin pasaytirsa ikkita ko'tarasizlar. O'rtacha desa bittadan ko'taraverasizlar. Asho qilib o'sha mana otadigan qurollar tuzib olasizlar nastroykasini. Otadigan qurollarni tuzganingizdan keyin sizlarga jo'sqa nastroyka beradi. Nastroykani sizlarga o'qitib nastroykani ko'ramiz. Birinchisi, bu telefonlarning tezligiga bog'liq. Birinchisi, agar telefon juda ham tez bo'lsa 120, 130, 140 qilib qo'yasizlar. Ikkinchi qatorda o'tadigan narsa sollar bor-ku, mana aka. Hozir mana 120, 130 qilib qo'yasizlar agar telefonlar tez bo'lsa. Agar sizlar narsa qilsanglar, mana ham to'g'rilab qo'yasizlar. Yo 110 qilsanglar, sizning telefonlarga yaxshi chiqadi. Bu yoqlarni ko'rsatganimda qolaveradi, lekin oxirdan yo 0 qilinglar yo 2 qilib qo'yinglar. Farqi yo'q. Короче, shu qilsanglar to'g'ri bo'ladi. La vida es un carrusel. La vida